0,5 santimetr qilib olamiz. Yana nimalarga ahamiyat beramiz? Mana bu dalvoy chizig'i. Mana har qanday asos andozani olganimizda, bozorlarda ham yoki mana shu asos andozani sotib olib ishlatganimizda ham dalvoy chiziqlari, raschetkalari bo'ladi. Ya'ni belda, buksasida, mana H ayosida, ayo chiziqlarida raschetkalarini обязательно qo'ygan bo'laman. Dalvoy chizig'i bizda nima uchun kerak? Dalvoy chizig'imiz doim, masalan, mana bu bir-biriga parallel hisoblanadi mana bu chiziq. Mana bu mato. Matomiz mana tik holda joylashgan. Mana shu tik holda joylashishi mana dalvoy chiziqqa parallel holda bo'lishi kerak. Agar mana shu dalvoy chizig'i matomizda bunaqa qilib joylashib qolsa, uni bichib tikkanimiz bilan oldi qismini halqa, orqa qismlarida ham halqib tushib, ko'ylagingizda nima xato, qayerda xato ekanligini bilmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lib, har bitta detalga juda ham e'tibor bilan ishlashingizni so'rayman. Keyin mana bu ko'krak uchi. Doim ko'krak uchini mana buni bichib olganimizdan so'ng hozir qirqib ham ko'rsataman. Buni qirqib mana shu joylariga qirqim berib chiqasiz mana. Rastetki bu qo'ltiq broyma, ya'ni sirina broymadan ham mana shu chiziqqa ham qirqim berasiz. Mana bu joyga 0,5 santimetr rastetka berasiz. Matoga ham bu yerda ham matoga rastetka beriladi. Va bel qismlari, ayo chiziqlar nima uchun kerak? Bu deng o'rnatganimizda juda ham muhim. Keyin masalan bu oddiy to'g'ri yopishib turgan asos andoz. Uni modellashtirib ham tikamiz. Modellashtirib tikkanimizda ham mana shu tanda ipimiz tekis tushishi kerak. Mana shu joylari modellashtirib, yo'qlari modellashtirib olsak ham mana shu joylari ham tep-tekis tanda ipi bilan tep-tekis tushishi kerak. Ya'ni matoni eng o'qi bilan mana shu tushishi kerak. Matoni bichganimizda doim dazmollab olishimiz kerak. Hatto zamokni ham dazmol urib keyin ishlatishimiz kerak. Chunki har qanday mato kirishish xususiyatiga ega. Yana mana bu chiziqlarni ham doim to'g'ri qilib chizib olamiz. Mana orqa chiziqlarga ham rastetkalarni qo'yib qirqim bilan ishlaymiz. Hozir buni qirqib ko'rsatib beraman.